Aka, yana cho'yapsiz? Boshladikmi? Ha. To'y chalkashmi yoki baho alkashmi? Voy. Endi baho ma'ulpatim hech qachon bir o'zi ichmagan baho alkash. Unda baho alkashmi yoki doni pianistami? Doni yosh yaxshi, u ham zo'r ichadi. Lekin ko'p ichib olsa ko'tara olmaydi, qusadi. Baho ma'ulpatim baho alkash. Baho alkashmi yoki rustik qotarmi? Voy, atelabdan qiynab olib kelar ekansizlar. Rustik tajriba vashi, adikalon ham ichadi-yu. Rustik alkash. Rustik alkashmi yoki sashakami? Sashaka legenda-ku. Sashaka legenda. Sashaka arog'i tomog'ida g'arg'aralar qilib tashlaydi. Sashaka. Sashakami yoki Joni Xaladesmi? Joni Xalades men ustozim-ku. Joni Xalades men ustozim bo'ladi. Joni Xalades nimaga Xalades deyishini bilasanmi? Nimaga? Yo'q, bilmayman. U hech qachon qotib qolmaganda. O'shaning uchun Xalades deyishadi. Joni Xalades. Unda Joni Xaladesmi yoki bo'lmasa G'ayrat Tikilami? Dannu. G'ayrat Tikilaman mana. G'ayrat Tikilaman-ku. Men nomer adayman. Ustozingizdan ham zo'rmisiz? Nimagaki ustozim 3 yil oldin o'lib ketdi sirozdan. O'rniga men qoldimmi? Nomer adayman. Savollarimizga to'g'ri javob berdingiz, gap bo'lish mumkin emas. Sog' bo'ling, Tikil aka. Yarim telefon tashab ket. Nima? Boring.